Qancha ko'p o'rgansiniz, shuncha ko'p qozonasiz. Bu mening so'zim emas. Dunyoga dangliq eng cho'ng boyning biri bo'lgan Warren Buffettning so'zi. Bu nihoyat to'g'ri aytilgan so'z. Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Oprah, Mark Cuban va boshqa mushular o'xshash muvaffaqiyat qozongan kishilarga qarang. Ular muvaffaqiyat qozonuvchi. Chunki ular vaqtni to'g'ri ishlatadi. Ular muvaffaqiyat qozonuvchi. Chunki ular umrini o'rganishga atagan kishilar. Ular har kuni yangi narsalarni o'rganishga intiladi. Dunyodagi eng boy insonlarning biri bo'lgan Warren Buffett har kuni 5 soatdan ortiq kitob o'qish bilan dong chiqargan. Bill Gates haftada bir kitob o'qiydi. Mark Cuban kuniga 3 soat. Oprah o faqatli kitoblarga havas qiluvchi. Bu yerdagi o'rtoqliklarga diqqat qildingizmi? Muvaffaqiyat qozongan kishilar o'rganishni hargiz to'xtatmaydi. O'ylab boqing. Sizning har bir kuni xarjlaydigan $86,400 pulingiz bor. Ammo bir kuningiz oxirlashganda pulingiz yo'qolib ketadi. Bu pulni qaytarib ola olmaysiz. Pullarning hammasini ular g'oyib bo'lishdan burun xarjlashga urinmamsiz. Uni aqlonlik bilan ishlatishga, kuchingizning yetishicha ishlatishga urinmamsiz. Kishini afsuslantirdigani shuki, bizda faqat kuniga 86,400 sekund bor. Ko'pincha kishilar bu vaqtga sal qaraydi. Nurg'un kishilar ikkinchi qatim o'ylanmayla bu vaqtni yo'q qilib o'tadi. Biz bu vaqtni hargiz qaytarib ola olmaymiz. Uni aqlonlik bilan ishlatishimiz lozim. Cho'qim o'zimiz yoqtirgan ishlarni qilishga yoki hayotimizni yangilash uchun ishlatishimiz kerak. Shundoq bo'lganda kelgusimizni biz qilmoqchi bo'lgan texnik ko'p ishlarni qilishga sarf qila olamiz. Ahamiyatsiz ishlarga vaqtingizni isrof qilishning o'rniga yangi narsalarni o'rganing. Kompyuter o'yinlarini o'ynash va yoki do'stlaringiz bilan yig'ilish o'tkazishga sarf qilgan vaqtingiz hargiz qaytib kelmaydi. Isrof bo'lib ketadi. Mangu qaytib kelmaydi. Vaqtingizni to'g'ri ishlating. Kitob o'qing, jafoliq o'rganing va kuchingizning yetishiga tirishing. Nurg'un kishilar orzusidan voz kechadi. Chunki qiyinchiliklar kundan kunga og'irlashadi. Nurg'un o'quvchilar bir qatimliq sinoqdan o'tolmaganlikdan orzusini qo'g'ilishdan voz kechadi. Amaliyotda ular imtihon berganda kuchining yetishiga tirishmaydi. Chunki xiyolida tirishsimi yanada imtihondan o'tolmaydiganligini o'ylaydi va o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. Ishonch bir qatim o'ldirilganda orzumi o'ladi. Agar bir orzuyingiz bo'lsa, uni reallikqa aylantirish uchun hamma ishni qilishingiz kerak. Sizning qancha qatim sinoqdan o'tolmasligingiz muhim emas. Hargizmi o'zingizga ishonishni to'xtatmang. Hayotning o'zi bir sinoq. Ba'zida mag'lub bo'lasiz. Ammo mag'lubiyatga uchrashingizning birdan-bir sababi sizning sinab beqishni to'xtatganligingizda. Har qanday orzuyingiz bo'lsa, butun kuchingiz bilan uni reallikqa aylantiring. Orzuyingizdagi odam bo'lish uchun bel bog'lang. Agar siz azaldan erishalmagan natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, siz azaldan qilib boqmagan ishlarni qilishingiz kerak. Dunyodagi eng boy kishi bo'lgan Bill Gatesdan qaysi xildagi alohida iqtidorga ega bo'lishni xohlaydiganlik so'ralganida, u kitob o'qish iqtidorining tezroq bo'lishini orzu qildiganligini aytgan. Muvaffaqiyat, pul, shuhrat yoki setib olgan azodi rohat uyingiz emas. Muvaffaqiyat orzuyingizdagi odam bo'lish. Muvaffaqiyat yo'lda nurg'un qatim yiqilib ketasiz. Ammo eng muhim bo'lgani o'rningizdan turish. Texnik kuchli va aql farosatga ega bo'lish. Sizning voz kechishingizga yoki to'xtab qolishingizga yo'l qo'ymaydigan bir iroda hosil qiling. Agar orzuyingizdan voz kechib to'xtab qolsangiz, o'zingizning qanchalik iqtidorli bo'la oladiganligingizni bila olmaysiz. O'zingizdan hargiz gumonlanmang. Guman mag'lubiyatdan ko'p
arzuni o'ltiradi.